Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, hammalar sog' salomatmisizlar? Mana buni ko'ryapsizlarmi? Mana shu yoqsa mana shunday qilib qo'ysanglar bo'ldi. Bitta bosib qo'ysanglar, sizlarga yaxshi narsalarni ilib turaman. Mana shiraga, qurtga, mana qurtni oladi. Bu qurtni oladi. Polni qurt ziyon qiladigan narsalarni bu shirani oladi. Mana ikkovidan ular shirani oladi. Bundan olamiz. Bir qoshiq. Bundan olamiz. Bir qoshiq. 10 litrga bo'ldi bu. Yana endi bizning apparatimiz 20 litr. Mana bir qoshiq. Bir qoshiq. Apparatimiz 20 litr. Buni endi bunga ozgina suv qo'shamiz. Qo'shib turib, buni oldin yaxshi aralashtirib olamiz. Bu yaxshi suvga singish kerakki, bo'lmasam foyda qilmaydi. Mana quyosh chiqishni boshladi. Quyosh chiqishni boshladi. Men tayyorlashni boshladim mana. Mana. Kelib qarasam, kapaning ichida shudring yo'q ekan. Shuning uchun mana hozir nimani tayyorlashni boshladim. Dorini kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Sizlarga foydali narsalar borib turadi. Tayyor bo'lganda buni apparatga qo'yamiz. Quyib turib, narkalar suvdan to'ldiramiz. Shunday suv to'ldiramiz. Suvni to'ldirib bo'lgandan keyin sepamiz. Bugun kelsam shudring yo'q ekan. Shu holatda shira hali kelgani yo'q. Endi sepamiz. Shudring yo'q ekan mana. Shudring yo'q. Unga sepsak bo'laveradi. Kun chiqquncha unga endi yarimta shira uchib keladi. Boshqa qo'nmasligi uchun sepib tursak, shira kuch olmaydi. Bizning quyosh mana ko'rinishni boshladi. Shu sababdan sepishni boshladik. Kimga tushunarli bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz.